Abituriyentlik davrim o'zi rostini aytadigan bo'lsam 6 oymi tayyorgarlik ko'rganman. O'sha paytda o'zida boshlanganda ungacha o'qituvchi bo'lsammikin yo doktor bo'lsammikin deb yurganman. Kollejda o'qib yurgan paytlarimda kompyuter sohasiga, nimalarga, texnikalarga qiziqib qolganman. Shuning uchun qanaqadir IT sohada yangi yo'nalishga, zamonaviy kasblarni o'rgansammikin degan fikr bo'lganda, shu yo'nalishga o'qishga topshirib ko'rganman. O'sha 6 oy 1 yilda zo'r o'qishga kiradigan qilib chiqaradigan kuchli domlalar bor, ustoz bor degan. Endi o'sha meni vaqtim chegaralangan, 11-sinf bo'lganman. Bir kun turdi, SMS keldi, men talaba bo'libman desam, hamma hayron. Qayerga topshirgandi? Shunaqa joy topshirib qo'ygandim. Kiribman o'qishda imtihonlardan o'tib qo'ydim desam, SMS keldi telefondan, o'sha siz o'qishga qabul qilindingiz. Bu vaqtni endi tasavvur ham qilib bo'lmaydi-da. Anaqa kelgan payt, SMS kelgan payt, oyimga telefon qilyapman. Oyi o'qishga kiribman desam, oyim ha yaxshi deydi. "Men boraman hozir" deb anaqa qildi, o'sha bilan xursand. Endi meni o'qitasizlarmi deyapman-da. sertifikatlar bilan tabriklashganda olib borib bergandim. Bu yerda emotsiyalarni so'z bilan ta'riflash qiyin. Ismim Shahboz, familiyam Absalomov. Farg'onada Oltiariq tumanida yashayman. Hozir bu yerda talabaman. 2000-yil 7-iyun kuni tug'ilganman. Assalomu alaykum. Men 2004-yil 26-avgust kuni Qoraqalpog'iston Respublikasi Nukus shahrida tug'ilganman. Oilada 8 kishimiz, bobom, men, oyim, dadam va ikkita singlim, ikkita ukam yashaymiz. 3 yoshimdan boshlab bog'chaga chiqishni boshlaganman. Akam bo'lgan, akamni bilan bir xil chiqaman. Ular bir vaqtli chiqqani uchun men ham o'sha yoshligimdan bog'chaga chiqib ketganman ular bilan. Yoshligim o'sha boshida bobom buvim bilan turganmiz. Deyarli esda qolarli o'tgan. Bog'chaga kichkinaligimda uncha bormaganman. O'sha 3 yoshdan 4 yoshgacha borganman. Bog'chadan keyin maktabga o'tganmiz. 39-o'rta ta'lim maktabida o'qiganman, Oltiariq tumanidagi. Bu yerda o'qish yaxshi bo'lgan. Keyin esa maktabga chiqqanman. O'sha o'zimizni uyimiz yonidagi maktabga chiqqanman. 2-sinfdan 5-sinfgacha u yoqdagi maktabda o'qiganman. Keyin yana bobomnikiga qaytib kelganimizdan keyin yana o'zimiz sinfim, yana o'sha maktabimga qaytib kelganman. 6-sinfdan 11-sinfgacha o'sha buvim tarafdagi o'zimiz maktabda o'qiganman. Maktab davrida qo'shimcha to'garaklar, ko'proq sport turlariga borganman. O'sha davrda sport bilan shug'ullanish qandaydir menga o'zimga yoqqan. Shuning uchun sportga borganman. Ko'proq sportning kickboksing yo'nalishi bilan shug'ullanganman, karate bilan shug'ullanganman. Dilshod aka degan trenerim, ustozim bo'lardi. O'shalarning qo'lida uzoq muddat shug'ullanib kelganman. 5-6 yil yo 7 yildan uzoq muddat shug'ullanganman. Hozir mana 1-2 yildan beri Toshkentda bo'lib qolganim uchun borganim yo'q. Endi Xudo xolasa o'qishni bitirib yana qaytsak katta sportga qaytamiz. Maktab davrida deyarli o'sha esda qoladigan xotiralarni hammasi o'sha tashkiliy ishlarida, musobaqalarda, ularga repetitor tayyorgarliklarda bo'lgan. O'sha maktab davrida deyarli o'sha fan bo'yicha tayyorgarlik bo'lmagan. Men o'sha darsdan olib ketardida shu o'quvchini shunaqa musobaqaga olib ketyapmiz, tayyorgarlikka ruxsat berasan degan. Shu bilan Timurbeklarga qatnashganmiz, huquq bo'yicha musobaqalarga qatnashganmiz. Undan keyin har xil ko'rik tanlovlarda sahna ko'rinishlariga chiqib berganman. Ularda ham o'sha diplomlarni, faxriy yorliqlarni olib kelganman, tashkiliy ishlarda qatnashib. Men qandaydir uzoqroqda o'qigim kelgan, bir mustaqil bo'lgim kelgan. Shuning uchun sal uzoqroq masofadagi kollejni tanlaganman. Shunda qarasam, bu yoqda qishloq xo'jalik kollejida bizga prava ham berar ekan. Ko'p sohalarni o'qitadi. Shu narsalarga qiziqqanim uchun u yoqqa topshirganman. Bu yoqda o'qib, diplom bilan birga pravali ham bo'lib chiqamiz. U nimani o'zida o'qitishgan. 3 yil davomida 3 yillik staj bilan shofyor bo'lib chiqqanmiz. Kollejda ham, kollej ham yaxshi o'tgan, qiziqarli voqealar. Traktorlar meni ko'rganmiz, katta gruzovoy mashinalar, Isuzu'lar meni ko'rganmiz. Traktorlarni chochib yig'ilgan ichki zapchastlarini, u yoq bu yoq nimalarini ko'rganmiz, ichlarini ko'rganmiz. Qiziq voqealar bo'lgan kollejda. Borib kelishda ko'proq kelajagim haqida nima qilsammikin, kollejni bitirib o'qishga topshirsammikin, bu yerda o'qiyapman yoki shu kollejda o'qib turgan soham bo'yicha biror narsa o'rgansammikin degan xayollar bo'lgan. Shu asosiy maqsadim uzoqroq kollejga, boshqa kollejga topshirib, yangi odamlar, yangi joylar bilan tanishish, yangi tanishlar orttirish bo'lgan. Chunki agar hamma sinfdoshlarim bilan birga maktabimiz yonidagi kollejga topshirganimda o'sha yana eski atmosferada qolib ketgan bo'lardim. Ya'ni o'sha eski sinfdoshlar, eski tanishlar, faqat o'sha shaharchamiz. Yangi joyga topshirganman, yangi tanishlar. Bu yerga topshirganman. Tumanimizdan Oltiariq tumanining har xil joylardan kelgan bolalar bilan o'qiganman. Yangi tanishlar orttirganman. Shunisi qiziq bo'lganda. Yangi tanishlar va tanish ko'p bo'lgani yaxshilar. Abituriyentlik davrim o'zi rostini aytadigan bo'lsam 6 oymi tayyorgarlik ko'rganman. Ungacha tayyor repetitorga ham bormaganman. 6 oycha, 7 oycha qolganda matematikadan
o'zi o'sha paytda o'zida boshlanganda kech o'sha bankka qiziqish boshlangan, undan keyin o'sha iqtisod sohasiga qiziqish boshlangan. Ungacha o'qituvchi bo'lsammikin yo doktor bo'lsammikin deb yurganman. 6 oy qolganda matematikaga tayyorgarlikka borganman. Angliskiga borganman, unda bitta borgan payt qarasam bo'lmayapti. 1 oycha borganman angliskiga. Unda ham o'sha qo'shnimiz uyda tayyorlaydiganga, o'sha uyda tayyorlanadigan repetitorga borganman. O'sha 6 oy 1 yilda zo'riqib o'qishga kiradigan qilib chiqaradigan kuchli domlalar bor, ustoz bor degan. Endi o'sha meni vaqtim chegaralangan, 11 sinf bo'lganman. U ham ancha uzoq bo'lgan, dadam o'zim borardim boshida, qaytishda kechqurun, unda ham chiqadigan paytim bo'lgan repetitordan dadam olib kelardi. 6 oycha unga qatnaganman. Matematikadan yaxshi bo'lgan repetitor qatnagandan keyin baribir angliskiga tayyorgarlik ko'rmaganimdan keyin, chunki hozir sertifikat bor, yana nimadirlar bor. Shu uchun o'sha tarafdan kamchiliklari bo'lgan. Kollejni bitirish paytida so'rovnomalar bo'lgan, boshqalar nimalar bo'lgan, so'rashgan, o'qishga kirasanmi, dalchi biz yo ishlaysanmi deyishganda, boshida o'ylaganman, keyin o'qishga kiraman deganman. Birinchi o'zi maktab davrlarida tarjimon bo'lishni yaxshi ko'rardim, tillarni o'rganishni. Keyin nimadir qiziqish bo'lib, 2000 shu kollejda o'qib yurgan paytlarimda kompyuter sohasiga, nimalarga, texnikalarga qiziqib qolganman. Shuning uchun qanaqadir IT sohada yangi yo'nalishga, zamonaviy kasblarni o'rgansammikin degan nima bo'lgan, o'zimda fikr bo'lganda, shu yo'nalishga o'qishga topshirib ko'rganman. O'zim kompyuterni yig'ishga, boshqa qiziqqanim uchun buni narsalarga ancha qiziqib yurdim. Kompyuter sotib oldim. Buni 2-3 marta buzib, to'g'irlab, ustaga olib borib, to'g'irlab kelib, programmalar qilib to'g'irladim. Keyin baribir qiziqish bo'lib qoldi. Shu yerga kelib qoldim. Keyin o'sha tayyorgarlik ko'rgandan keyin oliy ta'limga topshirganman. Unda o'sha moliya bilan iqtisodiyot yo'nalishiga topshirganman. Ikkitasini sirtqa, qolganini kunduzgi. Unda ham baribir niyatga bog'liq hamma narsa deydi-ku, o'sha hammasini Toshkentga topshirgandim. Keyin bu yoqqa kirolmay qoldim. O'sha maktab davrida 3 ta dugona, tadbirlarga ham, borishga ham, o'qishga kelishga ham yurardik. Ular ikkalasi o'zimizdagi o'qishga kirdi. Men qoldim. O'sha odamga eng alam qiladigan narsa shu narsa. UzReport TVda amaliy fanlarni reklamasini ko'rib qolganimdan keyin qandaydir o'zimda bir nima uyg'ongan. Shu o'qisam menga ham o'qish sharoit bo'lyapti degan ma'noda bo'lgan. Yangi universitetlar ochilyapti, nimalar o'qishing kerak degan bir xayol bo'lganda o'zimda keyin topshirganman. Bilmadim, qandaydir o'zimda qiziqish uyg'onganda bir hali uchqun bo'ladi deydi-ku, yuradi. Shunaqa bo'lgan. O'qishga kirib ketganman-da sifatga. Qiziqish bo'lganda, lekin davlat universitetlariga topshirib ko'rmaganman shu paytgacha. Keyin shu yoq bir marta topshirdim, bu yoqqa bir martada o'tdim. Topshirganimni hech kimga aytmadim, uydagilar hech kim bilmadi. Bir kun turdi, SMS keldi, men talaba bo'libman desam, hamma hayron, uydagilar ayam qayerga topshirgandi, shunaqa joy topshirib qo'ygandim. Kiribman o'qishda imtihonlardan o'tib qo'ydim desam, hamma hayron. Keyin buni reklamalari chiqishi, nimada chiqishi boshladi, yana ham televizorlarda hamma ko'rsa, ana seni universiteting degan nimalarni gapirishdi. Hali o'qib kelaman bu yerga borib dedim. Ijtimoiy tarmoqlarni qidiradigan bo'ldik. Endi xususiy, u payt xususiy universitetlar hali rivojlanmagan, hali hamma xalq biladigan emas edi. Endi chiqayotgan payt edik. Keyin rosa o'ylandik. Dadamlar, oyimlar uni diplom o'tarkanmi? Oyim topdi-da shu universitetni. Tog'am bilan gaplashdik, oliy ta'lim vazirligiga telefon qildik, diplomi o'tadimi, shart-sharoitlari qanaqa, yotoqxonasi bormi? Diplom hujjat topshiradigan bo'lganmiz boshida. O'sha shartnoma topshiradigan joyi bo'lganda, bu yerda men hech kim bo'lmagan shartnomani topshirishga. Bu payt Nukusdan faqat hujjat topshirishga kelolmaydigan bo'lganman-da. Keyin kim topshiradigan odam bormi, yo'qmi? Keyin oyimning dugonasining bolasi shu yerda o'qiydigan bo'lgan. Keyin o'shanga hujjatlarni tashlab berganmiz. Yana bitta shahodatnomani original, o'zi asl nusxasi kerak degan. Uni qanday jo'natsak, uni samolyotdan solib jo'natganmiz. O'sha ketayotgan odamga shuni olib keting, iltimos deb. Keyin o'shani solib jo'natganimizdan keyin u bola o'sha yerdan kutib olib, hujjatlarimni hammasini Chilonzordagi bo'limga olib borib bergan. Undan keyin testi bo'lgan. Testidan o'tdikmi, o'tmadikmi bilmadim. Shunda ham tavakkal bunga kirish-kirmasligim o'zi noma'lum edi. Kirsang o'qiysan, bo'lmasa yana tayyorgarlik ko'rasan-da yaxshilab turgan uydagilar. Testini topshirdik, o'tdik, u esimda ham yo'q. Keyin bir kun uyda oyimlar ham yo'q edi. SMS keldi telefondan, o'sha siz o'qishga qabul qilindingiz. Bu vaqtni endi tasavvur ham qilib bo'lmaydi-da. Anaqa kelgan payt, SMS kelgan payt oyimga telefon qilyapman. "Oyi, o'qishga kiribman" desam, oyim "Ha, yaxshi" deydi. Keyin boraman hozir deb anaqa qildi, o'sha bilan xursand. Endi meni o'qitasizlarmi deyapman-da. Keyin o'zi hamma kirgan payt Toshkentga kirganlar ham bor edi ichida. Rosa havasim kelib o'tirardim. O'qitasizlarmi meni desam, nima qilamiz? O'tirdik, u yoqda yotoqxonasi bormi, shularni surishtirdik. O'qishga kirgandan keyin birinchi xayol Toshkentga borsam qayerda yashayman degan xayol bo'ldi. Nima qilaman, qayerda yashayman, kvartirani qayerdan topish kerak, turar joy, o'qish binosi qayerda,
o'qish binosiga yaqinroq joydan topgan yaxshimi yo bir sentrroq joydan topib Toshkent shahar baribir chiroyli joylar ko'p, chetlarni ko'rib tomosha qilib borib qatnagan yaxshimi degan xayol bo'ldi. Shunda bir g'oyibidan bir tanishlar bor edi. Bu yerga o'qishga kirganimni bilib qolishgandan keyin o'zlari chaqirishdi. Bizda Yunusobodda joyimiz bor. Shu yerda kelasan, bizda turasan deyishdi. Keyin bir yaxshi tomon bo'lib qoldi-da, joyim bo'lib qoldi. Joyga qiynalmadim. Boshida xayol bo'ldi, rosa kim bilan turaman, tanish topish kerak degan xayollarim bo'ldi. Birdaniga otlanib kelib olganim yo'q. Men haligacha o'sha qo'shnilarim, akalarim bilan birga turaman. Ularga ham katta rahmat, joy berishdi. Shuning uchun oson emas bitta joyni berish. Bu yog'i ham ancha yengillik bo'ldi. Misol uchun hozir kvartiralar ham qimmat, turar ijaralar boshqalar. Lekin bizga hozir joyimiz arzon emas, bepul. Ular bilan turibman. Ularga ham rahmat. Keyin o'sha yerda kvartirada bir oycha oyim bilan yashaganman. Oyim o'zi meni joylashtirib keyin ketadigan bo'lgan. Keyin o'sha o'qishimni ko'rgan oyim borib hammasini. Undan keyin oyimni bitta uzoq qarindosh xolasi bor ekan. O'sha qizingni olib ketaman o'zi, menikidan keladi degan. O'sha Qo'yliqda turadigan bo'lgan. Keyin shu yerda kvartirada turganman birinchi kurs 1 yil. Undan keyin Chilonzorga Qo'yliqdan qatnardim. U payt qiz bola o'zi obeddan keyin o'qirdi birinchi kurslar. O'shaning uchun kechqurun qaytadigan paytlarim ham bo'lgandi. Shunaqa borib, kelib, o'zi yo'l rosa charchatardi. Boshida kelgan paytim metroni ham, avtobusni ham hech nimani bilmasdim. Yandexda 50 ming bilan borib, 50 ming bilan qaytardim. Qancha vaqt qaytganman? Boshida eslayman, birinchi nimada kelganim, birinchi para darsda o'tirganimizda hamma yoshroq bolalar sohaga qiziqqan bola, men ko'chadan kelib qolgan bolaman. Men bularning ichida qanday o'qib ketaman? Bular ancha bilar ekan, men hech narsani bilmayman-ku degan xayollarim bo'lgan, qiziq bo'lgan. Keyin ancha nimaga o'qish sohasiga kirib oldim, mana yana ancha o'qib yuribman. Gruppaga kelsam, birinchi kurs o'qiganman. Boshida kelgan paytim ism familiyalarni o'qiyapti. Qarasam qiz bola yo'q. Hammasi o'g'il bola. Birinchi kursimda 23 ta bola, bitta qiz bo'lib o'qiganman. Endi ulardan maslahat so'rash, metroga borish, qaysi metro, qaysi yo'nalish so'rash ham noqulay bo'lgan. U payt o'zbek tilini o'zi to'liq gapira olmaydigan bo'lganman-da. Keyin o'sha Sardor degan o'rtog'im bo'lgan u payt. O'sha kelib, "Qayerliksiz?" shularni so'ragan Qoraqalpoqdan. O'sha rosa birinchi kursim rosa qiziq o'tgan. Mavzuni aytib berardim. Kulardi bola o'sha o'zbekcha gapirganimga. Rosa hammasi kulardida. Keyin tushuntirardi. "Rayhon bunaqa emas, bunaqa deb gapirasan" deb. Ustozlar gapiradi, og'ziga qarab turardim shularni tushunish uchun. Keyin o'sha menimcha meni grant olishimga ham shu bolalarning orasida uyalib qolmay deb harakat qilib o'qiganman-da. Shuni o'zi ham ko'p anaqa bo'lganmi deb o'ylayman. Keyin vaqt o'tishi bilan o'sha bolalar bilan chiqishib, hammasi yaxshi bo'lgandan keyin metroda qanaqa borishni, avtobusda qanaqa borishni o'rgandim. Boshida metroda kelib ketardim. Metroda u yoqdan, o'sha Chilonzordan bu yoqda Qo'yliqda tushib qolardim. Пересадкасы bilan 2 soat, 1,5 soatda kelardim shu kechqurun kelardim o'qishdan. Keyin ertalab yana tayyorgarlik ko'rib, yana o'qishga ketardim. Keyin yangilik aytishdi, shu Qo'yliqqa ko'chishsa mumkin, o'sha bino bitta iqtisodiyot fakulteti shu yoqda dedi. Keyin xursandmiz, balki Alloh anaqasi ham shu bo'lsa kerak qarashgani bizga deb. Shu bilan shu yerga universitetga keldi. Boshida kelgan paytim bu yer binosi ham qanaqaligini bilmasdim. Bu yerga ham taksi chaqirganman, endi qayerligini bilmasdim. Bitta qarasam yaqin joyda ekan shu yer. Keyin shu o'zim piyoda qatnab kelardim o'qishga. Birinchi kirganimizda F Do'mrovoddagi A bilan B bino bo'lardi. O'sha yerlarda o'qirdik. Hamma o'sha yerda o'qirdi. Keyin bu yoqqa S binoga o'tganmiz. S binoda o'qib yurib, keyin o'zimizni fakultet uchun, IT yo'nalishi uchun F bino bitdi. F binoga ko'chdik. Hozir F binoda o'qib kelyapmiz. O'sha amaliyot joyiga o'zi joy tayin bo'lmay, lekin shu birinchi kursdan boshlab bizga amaliyot to'g'risidagi tushunchalar qo'yib boshlangan. O'sha amaliyot daftarchalari, hisobotlar yozganmiz. Unda o'sha hamma bitta potog bo'lsa, ularni hammasi pastga yig'ilib, amaliyot bank shunaqa bo'ladi, bank so'zi shu ma'noni anglatadi, bankda shunaqa operatsiyalar bor degan. Undan keyin o'sha hammamiz yig'ib, oxirida shu nazariy bilimlarni hammasini ko'rish uchun bankka borishgan. Bankning shunaqa bo'limlari, отдел kadr o'tiradigan joyi, kreditniy bo'limi, chakana xizmatlar bo'limi hammasini tushuntirishgan. Undan keyin o'sha birinchi kursi oxirida suhbat bo'lgan. Suhbatga o'sha iqtidorli talabalarni hammasini yig'ishganda bitta zalda o'tirganmiz. Keyin suhbat bo'lgan. O'sha bankdan Orient Finans, men amaliyot o'taydigan bankdan xodimlar kelgan. Keyin o'sha xodimlar kelgan, hamma ketma-ket suhbatga kiryapti. O'tiribmiz, chiqqanlardan nima so'raydi deyapti odamlar. O'shalar odamlardan so'rab keyin kirsammikin yo birinchi bo'lib kirib ketsammikin tayyorlanib o'tiribmiz. Keyin mayli tavakkal nima bo'lsa bo'ladi dedikda, hamma iqtidorli talabalarni hammasini yig'ib suhbat bo'lgan.
o'sha bankda 3 ta xodim kelgan, o'zimizdan 2 ta ustoz o'tirib suhbat topshirganmiz. Suhbatdan yaxshi o'tgandan keyin o'tmaganini bilmayman, lekin suhbatni topshirganmanda o'sha kuni suhbat topshirganman, ertasi kuni amaliyotni hisobotlarini topshirganmiz. Amaliyot hisobotini topshirishim kuni u kun 1:25 da poyezd yurib ketardi. Ungacha ulgurishim kerak edi hammasiga. Amaliyot hisobotini topshirdimda qaytdim. Qaytayotgan payt shu ilmiy rahbarim bor edi o'zimni. Shu birinchi kurs paytda o'sha ustoz amaliyotdan yaxshi o'tding, seni olishdi bankka dedi. Yo'lda ketayotgan payt o'sha ilmiy rahbarim SMS yozgan. Shunaqa suhbatdan o'tding. Unda ham xursand. Uydagilarga aytyapman, suhbatdan o'tdim. Bu payt bilmaganman-da u amaliyot o'tash joyligini. Ishga kiribman men bankka, shunaqa deganman. Keyin uyga borib, ustoz bilan gaplashib, ana qilganimdan keyin shunaqa endi amaliyotingni nufuzli Orient Finans bankida o'taysan degan. Keyin kelgandan keyin ikkinchi kursi boshlarida 5+1 amaliyot jarayoni qo'yilgan. Unda biz 5 kun o'sha nazariy bilimlar olib, nazariy bilimlarni olamiz, haftada 1 marta amaliyotga boramiz. O'sha 1 haftalik nazariy bilimlarimizni amaliyotda ko'rib kelamiz. Menimcha u ham ancha foyda, chunki eng oxirida amaliyotga borgandan ko'ra o'sha paytda o'zida eshitgan narsamizni biz amaliyotda ko'ramiz va uni qo'llash ham, miyamizda qolishi ham va kelajakda qo'llashga ham ancha ta'sir ketadi deb o'ylayman. Xo'p, ikkinchi kursda o'qish boshlagan paytimizda shunaqa e'lon bo'ldi. Ikkinchi kursda yaxshi bitta o'qib, yaxshi nimalar harakat qilib berishga o'qisanglar, grant olasizlar, grant bor ekan degan nima bo'ldi. Shunda Abbos aka degan domlamiz bor, Hurmatov nimada o'sha domla aytdi, "Shahboz, senda qobiliyat bor, senda nimalaring bor, potensialing bor, sal harakat qilgin. Keyin tushunmagan joylaringga nima kamchiliklaring bo'lsa menga aytgin, to'g'rilashib yordam beraman o'qishingga, grant olishingga yordam beraman" deb. Abbos akaga ham katta rahmat. Ilmiy rahbarim sifatida ishlab menga yordam berdi. Ikkinchi kursda qattiq o'qidim. Shu bitta fannim sal pastroq ball o'qigani uchun 50% grant sohibi bo'ldim. Endi xudo xolasa bu yil yaxshi harakat qilyapman. Hamma fanlarni 5 ga yopib, yana birar yil grant yutib olsam, o'zi bu yil grant yutib olganim o'zi ham juda katta yutuq bo'ldi. Shunda grant yutdim 50% desam, ota-onam shunaqa xursand bo'ldi. Yaqinda sertifikatlar bilan tabriklashganda olib borib bergandim. Bu yerda emotsiyalarni so'z bilan ta'riflash qiyin. Ancha bir yutuq bo'ldi menga. Juda universitetda shuncha o'qiding, 4 yil o'qiding, nimadir yutganmisan desa, mana sertifikat yutganman, mana grant yutib olganman degan deydigan darajaga bir yutdim-da, boshqacha bo'ldi emotsiya. Endi yana harakat qilaman bu yil to'lig'ini yutib olishga. Universitetda shunaqa sharoitlar bor. Yaxshi o'qigan bolalarni tashlab qo'ymaydi universitet. Yaxshi harakat qilsa bo'ladi. O'sha Toshkent amaliy fanlar universitetining o'sha grantini olishga muyassar bo'lganman. Universitetda o'sha ikkinchi kursga 100% grant olganman. Hozir 3-kursga ham 100% grantni olganman. Unda nimalar bo'lgan? O'sha universitetni o'sha maktab davrida ham jamoat ishlarida qatnashganligi bu yerda ham asqotadi. Universitetda jamoat ishlarida qatnashganman. Undan keyin fanlarni hammasini yaxshi baholarga yopib, ilmiy ishlar bilan shug'ullangandan keyin o'shalarni hammasi meni plus tarafimga ishlaganda 2 yil ketma-ket universitetni grantni olishga muyassar bo'lganman. Undan keyin bu yili davlat Navoiy nomidagi stipendiyantga dokument topshirgandim. Unga ballim yetmay qolgan. Endi kelasi yilga o'shani harakat xudo xolasa. O'qish jarayonlariga qaytadigan bo'lsak, kursdoshlarim men sal kechroq kirganim uchun kursdoshlarim sal yoshroq, hammasi ularning boshqa olami bor. Men ularga ko'proq bir yaxshi narsalarni aytib, motivatsiyalar berib turaman. Meni motivatorim deb olishgan orada bir ularni sal o'qishga qiziqtirishga harakat qilaman. Ular sal qandaydir qiynalib qolgan bolalarga o'xshaydi-da ko'p kursdoshlarim. Pul topishim kerak, yo qilishim kerak, sharoitim to'g'rilashim kerak. Men aytaman, yosh bo'lsang, endi 20 yosh, 21 yosh bolalar bo'lsanglar, uydagilardan bemalol qo'rqmasdan, bu narsa o'qish uchun men kursga borishim kerak, boshqa qilishim kerak deb so'rasang bo'ladi. Qilmaysanmi deb o'qitib nima qilib turaman. Darslarga keladigan bo'lsak, darslar yaxshi o'tiladi. Soham bo'yicha o'sha amaliyot joyida praktika olyapman, nazariy bilimlarni darslarda olyapmiz. Bundan tashqari hozir bizdan nimani o'zida laboratoriyalari bor. Universitetda o'zida o'qishda binoda laboratoriyalar, o'shlarda kompyuterlarni yig'ib, cho'chib shunaqa narsalarni qilamiz. Dasturlar yozyapmiz. Hozir bitta o'zimiz guruhdoshim bilan bitta proyekt qilyapmiz. Aqlli student degan bir loyiha qilyapmiz. Yaxshi proyekt qilib niyatimiz bor, shuni yo'lga qo'yish. Hozir ishlayib turgan proyektimiz haqida gapirsam, Smart Student degan bir g'oya kelib qoldi. Bitta guruhdoshim bilan o'zimizga bu qanaqa proyekt bo'ladi? Bitta приложение yaratmoqchimiz. Bunda studentlarni o'qishi uchun ancha yordam beradigan
xuddi bir budilnik uyg'otib turadigan narsaga o'xshagan proyekt yaratmoqchiman. Chunki hamma studentlar hozir bu yerda yurganda bitta biz emas, hammasi o'zimni hayotimda ham bo'lyapti. Esimdan chiqib qoladi, bugun qaysi darsligi. Bu bizni приложение shunaqa bo'ladiki, hammada telefoni bor, gadjeti bor qo'lida. Shu gadjetga to'xtamay SMS yozib turadi. Tur ertalab uyg'otishdan boshlaydi. Tur bugun darsga borishing kerak. Bugun mana fanlaring bor. Bu fanlarda mana domla dars o'tadi. O'tgan hafta bu darslarni senga vazifa qilib bergandi, bajarishing kerak edi degan ma'lumotlarni berib turadi. Shuni shunday qilmoqchimiz. Buni Xemis bilan integratsiya qilib, Xemisdek ballarigacha, emblarigacha, отработка qilish uchun, kelmagan kunlarni отработка qilish uchun beradigan ma'lumotlargacha chiqarib qo'yadigan qilmoqchimiz. Oson, ancha talabaga oson bo'ladi. Xuddi budilnikka o'xshab ishlab turadigan bir g'oya qilmoqchimiz. Hozir buni o'qituvchilarga ko'rsatdik, bu yoqda ularga ham yaxshi ustida ishlaylar. Startap loyihaga olib chiqamiz degan fikrda yuribmiz. Hozir shuning ustida ishlayapmiz. Xudo xolasa yaxshi bo'ladi. Xuddi bir talabani yaqin do'stidek bo'lib qoladi. Xudo xolasa ishlab chiqa olsak nimasini, dasturini zo'r g'oya ustida ishlayapmiz. O'zi umuman shu universitetga boshida kelishimda rosa ikkilanib kelgandim. O'sha diplom o'tadimi, undan keyin ikkinchi kursimda davlatga, Nukusga, o'zimizning shahrimizga o'qishimni ko'chiraman deb. U bilan endi fikrlarim umuman o'zgarib ketdi. O'sha bank sohasiga nisbatan, o'qishga nisbatan 4-kursga eng katta rejam 3-kursda yaxshi o'qib, 4-kursga 100% grant olib, bu yilgidan kattaroq xursand qilish otam bilan onamni. Keyin 4-kursda ko'proq birorta tilga yaxshi til o'rganib olish, ingliz tili, ayniqsa ingliz tilini o'rganib olib, davlat ishida ishlashga uncha qiziqmayapman, lekin xususiy sektorda dasturchi bo'lib, o'zim birorta kompaniyada oldin tajriba olish uchun ishlab, keyin o'zim uchun bir alohida kompaniya ochib ishlash niyatim bor, dasturchi bo'lib, o'zim soham bo'yicha. Kompyuterlarga qiziqqanim uchun kompyuter bir yig'adigan, shunaqa kompyuterga servis ko'rsatadigan nima joyda ishlash niyatim ham bor. Bunaqa ishlar ham yoqadi. Men o'zimga kompyuterlarni yig'ish, kompyuterlarga yordam ko'rsatishlar yoqadi, shunaqa ishlar. Shuning uchun shu sohada ketish niyatim ham bor. Hozir eng asosiy 4-kursga maqsadim 100% grant yutib olish. Shunga harakat qilaman. Men amaliy fanlar universitetiga kirganimdan afsuslanmayman hech ham. Yaxshi universitet, hammaga tavsiya beraman. Yaxshi imkoniyatlar bor, hamma sharoitlar yetarli, o'qituvchilar joyida. Alohida o'qituvchilarga minnatdorchilik bo'lsa, IT fakulteti hamma o'qituvchilarga alohida rahmat aytaman. Abbos akaga eng katta rahmatimni aytaman, chunki o'tgan yil meni grantga qiziqtirdi, bilmagan narsalarni o'rgatdi, kerak bo'lsa grant olish uchun bir narsalarni qilish uchun yordam berdi. Abbos akaga alohida rahmat aytaman. Boshqa yoshlarga ham hech ham davlat universiteti bilan xususiy universitetni solishtirmasdan bemalol bunga ham topshirsa bo'ladi. Darajasi bir xil. Endi shu universitetda o'zida 4-kursni ham o'qib, xudo xolasa niyatim shu o'qish o'zida qolish, chunki menga o'qishdagi ustozlarning muomalalari, undan keyin u ustozlardan zo'r kollektiv chiqadi. 1-kursdan beri menga ilmiy ishlarda qatnashganim uchun hammasi deyarli 4-5 kafedra bo'lsa, hamma ustozlar qo'ldan kelgancha Rayhon, bu universitetda shunaqa konferensiya bor ekan, sen qatnashib ko'r, rivojlanish uchun qo'ldan kelgancha hammasi yordam beradi. Yo'q, sen bu yerdagi kafedra demaydi-da. O'zimizni universitet ustozlari, undan keyin yaratilgan imkoniyatlar, shart-sharoitlari hammasi menga ma'qul. Shuning uchun niyatim bor endi shu universitetda yaxshi bitkazib, xudo xolasa magistratura bo'limini o'qib, shu o'zim o'qigan shu o'qish o'zida ustoz talabalarim, professor o'qituvchilarim bilan bir qatorda ustoz bo'lish niyatim bor. Shu universitet meni hayotimni, maqsadlarimni hammasini tubdan o'zgartirdi desam bo'ladi.